Nabiy alayhissalatu vassalom aytdilar, kun aliman dedilar, yo olim bo'l dedilar. Av mutaalliman yoki ilm oluvchi bo'l. Av muhibban yoki bularni yaxshi ko'ruvchi bo'l. Av mustami'an yoki bularga quloq soluvchi bo'l. Va la takun khamisan fatahluk. Beshinchisi bo'lmagin halok bo'lasan dedilar. Mana shu doira bizga yo'l xaritasini chizib beradi. Biz jannatni xohlagan odamlarmiz. Nafaqat oxiratda najot topaylik emas, dunyoda ham saodat va'dasiga nasibamiz bor nomzod odamlarmiz. Demak, ilmdan boshqa yo'l yo'q. Ilmni, ya'ni xizmatida bo'lgan odam dunyoda ham, oxiratda ham najot topishlikka majbur. Bu majburiyatni bo'ynimizga olishimizni va unga munosib bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin.